Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan internet monitoring tadbirlari davomida xalqaro kripto birjada noqonuniy faoliyat yuritib kelayotgan shaxs aniqlandi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, 1987-yil 2-oktyabrda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan mobil telefoni orqali kripto aktivlar aylanmasi bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, u 2024-yil 18-oktyabrdan hozirgi kunga qadar jami 438 ta tranzaksiya amalga oshirib, 53.348 AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni aylantirgani aniqlangan. Bu taxminan o'zbek so'mida 652 million so'mga to'g'ri keladi. 2024-yil 8-noyabrda Binance kripto birjasidan ro'yxatdan o'tib, 2024-yil 18-noyabrdan unga pul kiritib, spot savdolari bo'yicha ishlaganman. Oddiy registratsiya deb o'ylab kirib ishlaganman. Spot savdo qilganmisiz yo P2P'danmi? P2P'dan to'ldirib spotda savdo qilganman. Qilgan ishimdan pushaymon. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchilik normalariga muvofiq hozirgi kunda internet ijtimoiy tarmog'ida kripto aktivlar bilan onlayn savdolarni amalga oshirish 2024-yil 20-yanvar kunidagi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq tartibga solinib, qonunchilikka binoan noqonuniy hisoblanadi. Kripto aktivlar bilan ishlash uchun O'zbekiston Respublikasi istiqbolli loyihalar milliy agentligidan ruxsatnoma olgan holda, ya'ni litsenziya asosida onlayn savdolarni amalga oshirish mumkin. Ya'ni bunda bir necha xil kripto birja turlari, masalan Bitget, Binance, Bybit, OKX kabi turlarida ham shug'ullanish uchun maxsus litsenziya talab etiladi. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha holatlarga huquqiy baho berilishi ta'minlanadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar salmog'i oshib bormoqda. Bu boradagi ishlar ham ichki ishlar organlari xodimlaridan qo'shimcha kuch va vositalarni jalb qilish taqozo etmoqda. Mazkur yo'nalish yuzasidan Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasida jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan ham bir qator tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, Termiz shahrida yashovchi fuqaro tomonidan kripto aktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish oqibatida 3 milliardga yaqin bo'lgan pul mablag'larini noqonuniy ravishda aylantirgani aniqlanib, mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8 2 qismi A va bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mutaxassislar fuqarolarni kripto aktivlar bilan bog'liq faoliyatni amaldagi qonunchilik talablari asosida faqatgina ruxsat etilgan platformalar orqali amalga oshirishga chaqiradi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bu yo'nalishdagi nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.